Uning bu qadar kam so'zligi meni bir oz umidsizlantirishga boshladi. Qandoq qilsam uningga yiqib qolamankin? Hozirning o'zida bek to'la so'zlab uni zeriktirdim-ku deyman. Buguncha shu yetar. Uning bilan xayrlashib uyimga qaytdim. Endi yaxshi bo'ldi. Uning bilan tanishib oldim. Ammo bu odam u qadar kam so'z tursa, bu tanishlik qandoqmi taraqqiy qila? Qandoq qilsam uning pisantiga erishaman? Bu taraflarni o'ylaganimda g'ash bo'latdim. Endi uning haqida ko'proq uchur igilab, uning bilan yaqinlashishning yo'llarini topmasam bo'lmaydi. Birdilla uning bir bo'g'imi kesik chimchiloq barmoqi yodimga keldi va vujudim nimanindir taptidan erib ketayotgandek bo'lib ketdi. Demak, rost ekanda, deb o'yladim ixtiyorsiz holda. Uning uchidagi bir bo'g'imi kesib etilgan chimchiloq haqida eqib yurgan bir hikoya bor edi. Aytishlaricha, bu odam hech qanday sorun yoki ahvol ostida uyg'urcha so'zlayotgan bo'lsa-la, xanzo degan so'zni ishlatkil unmaydi ekan. Aksicha Xitoy deydi ekan. Uning bu haqdagi izohi aqlga bek uyg'un. Ammo yanila uning deyishicha xanzo degan so'zning uyg'urchasi Xitoy edi. Shunga u uyg'urcha so'zlaganda Xitoy deb ishlatadi ekan. Xitoycha so'zlaganda xanzo deydi ekan. Uning rejisi shu edi. Ruslar Xitoy deydi, inglizlar Chinese deydi, turklar Chin deydi, uyg'urlar Xitoy deydi. Bu nihoyat normal ahvol. Hech bir rusni, inglizni yoki turkni xanzo deysan deyalamsizlar? Nemishki biz tilimizdagi tarixdan beri qo'llanib kelayotgan so'zni almashtiramiz? Bu shart bo'lib qoldimi? deydi. U hatto so'roq ustidami Xitoy deb so'zlab ekanmish, haydisi unmabdi. Ular bu ishning ilmiy asoslarini tushuntirib turibdi. Agar biz ularni o'zining atig'ini bo'yicha atishimiz kerak bo'lsa, ular bizni o'z atishimiz bo'yicha atsin. Veyvor demisin. Dunyoda veyvor deydigan millat yo'q. Veyzu dis texim bo'lmaydi. Vey deydigan millat teximi yo'q. Ular o'z odati bo'yicha atsa xato bo'lmaydi ekan-ku. Biz o'z odatimiz bo'yicha atsak, nima xato bo'ldi ekan? Shuning bilan aktiv qolchidan biri sim kesadigan ambur bilan uning chimchiliqining bir bo'g'imini qisib turib, "Xanzo deb tuzitamsan yo'qmi?" debdi ekan Sabit apandi. "Men emas, sen tuzitishing kerak. Men to'g'risini devatsam, qandoq tuzitaman?" deb jahillik qilib turibdi. Ambur jonni qaqshatqudek qisilibdi. Yana so'rabdi. "Tuzitamsan yo'qmi?" "Xato tuzitiladi. To'g'rini tuzatsa xato bo'ladi" deveribdi. Mana shunday qilib yiliqi aktiv uning barmoqini uzib etgan ekanmish. Jarayoni haqiqatan shunday bo'lganmi? Buning bir nima deyish tas. Ammo shunisi paket edi. Uning bir barmoqining uchi haqiqatan kesik ekan. Ammo bu menga bir oz g'alati tuyuldi. Bu qadarmi johillik bo'lamdi? Bir eg'iz gapni rost qilaman deb barmoqdan ayrilish tazimi kira ko'tarmaydigan qahramonlikmi qandoq? Balkim boshqa bir jarayon bo'lsa kerak. Atsi men Navoiyxonaga nonga bag'inimda Sabit apandini kuzatdim. Uning bilan tanishib qoldik deb og'zini tatbiq qilib yurganim bilan u menga tanishim deb qaramdi yo'qmi? Masala shuningda. Haqiqatdanmi uning menga diqqat qiladigan turi yo'q ko'rinadi. Allah ma odamni toza unutqaqmi yoki men cho'ng deganimidu? Balkim qayerliqdi. Yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshidu? Bugun havo yanada echildigandek emas. Qor yog'amdi nima ha? Dedim men bir oz o'zimga xushamat go'yliqdek tuyulib ketgan ahangda. Allohga shukri, dedi u yanada shundoq qisqa, oddiy qilib. Men shundala bu odamning qo'yiq dindorlik haqidagi hikoyalarni esimga olib, uning bilan bir musulmonning pushidek salomlashmasdan zamonaviylashib ketganimni. Xitoychadan tarjima qilingan salom so'zini deganimning to'g'ri bo'lmaganini bayqadim. Biroq nima amal? Biz otizm klimatida cho'ng bo'lg'achqa tilimiz shuningga ko'nib ketganda. Shundoq bo'lsa-mu tirishib bu odamga moslashishni qaror qildim. Ammo shundoq bir ziyolining, hatto fanniy olim desimi bo'ladigan odamning qandoqsiga bu qadar dindor bo'lishini tushunolmadim. Chunki ayni vaqtdagi engimda din barliq xurafiy qiliqlarning umumiy atilishidek bir xil tushuncha bo'lg'achqa, ilm-fan sohasida yetishgan bir ziyolining bundoq bemanliklarga ishonishi mumkin emas edi. Atganlik salom soatimiz ashunchalik bo'ldi. Ko'nglim qanoat topmadi-yu, nima amal? O'zimni aldirab turayotganning ustiga bu odam ashundoq kamsiz tursa. Oqshomda aslida non ilishga chiqmaydim. Ammo Sabit apandi bilan bo'lgan tanishligimizni yangilab turish ehtiyoji bilan Navoiyga keldim. Navoiy bilan birdam ahvollashib, Sabit apandi bilan hol ahvollashishning obdarroq fursatini kutdim. Keyin ostila o'tinxona oldiga berib, "Assalomu alaykum Sabitka" dedim. O'zimni sezmagan holda bir xil yaqinlik tuyg'usiga cho'milib.
Sabit apandi bir daqiqa taajjub bilan ko'zimga qaradi. Bu vaqt shunchalik qisqa bo'lishiga qaramay, uning taajjubining mening salomlashish usulimdagi o'zgarishga qaratilganligini ko'nglim to'ydi. Şu an uning naqadar zerek odamligini, ko'rinishidagi qo'polligiga qaramay, dilining naqadar to'yg'un va nozik ekanligini his qildim. Normaldagi do'tlikumga qolsa, men undaq inchik taraflarni his qilib yetgudek to'yg'un emas edim. Ammo bilmayman. Bugun to'satdan ana shundaq zillishib qolganimni g'uva his qilib turib. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakat. Uning qizg'inligi bilinib qoldi. Qandaq ahvolingiz aka? Aminmanki, bu so'zimda qilcha xushomat, yasalmalik yo'q edi. Bu mening ko'nglimga qandaq ayon bo'lgan bo'lsa, Sabit apandimi buni shundaq holatda tushunganligini ko'nglim tuyib turadi. 6-sezgum desammi bo'ladi. Allohga shukri, tenim toza, dedi u. Amdi yana nimalarni deyishimni bilolmay turib qoldim. Har qachon biror suhbat oramizda ro'y beradi deyilsa, bu cho'qim mening tashabbuskorligim bilan bo'lganligini bilatdim. Chunki Sabit apandining xususiyatidan olganda u faqat suhbatni oxirlashtirish qilib yaraydi. Hech qachon gapga o'chilmaydi. Hech kimning sirlariga, oila ishiga, xizmatiga qiziqmaydi yoki shundaq pozitsiyada bo'ladi. Balkim qiziqsimi, uning kam so'zligi uni buni so'rab yurishiga uyg'un kelmisi kerak. Kundalik ishlaringiz bak ko'pmi? deb so'radim va bu savolimning bir oz g'alitligini sezib, darhol uni yop solashga tirishdim. Ya'ni yashingizga ko'ra eg'irchilik tortib qolgudekmi, vaqt chiqarib boshqa ishlaringizni qilgudek orliqlar bormi demoqchi edim. Ha, yo'qay. Mana ko'p chog'larda bekor desammi bo'ladi. O'zimmi ancha ish eg'ir kelib ketadigan nozuklardan emasman, ko'rib turganingizdek. O'g'o shu ko'rib turibdiman, ko'z tegmasin. Ya'ni men demoqchimanki, siz bilan mungdashqim bor edi. Shuningga vaqt chiqara olammi deb ko'ngil bo'lgunim. Bu so'zimmi bak g'alit edi. Aldirab to'liqildim. Siz bilan mungdashishni kim xohlamasin? Har bir xohlag'uchi bilan mungdash qilib tursam, desingizmi haqliqsiz, biroq u mening nimishga mangdab ketayotganimni o'ziga xos chechanligi bilan sezib bo'lgan edi. Uning psixologlarga xos kishining ko'ngildagini o'qiy oladiganligi haqida jiq gap so'zlar eqib yuradi. Bak ko'p ilova izohatlarga kerak yo'q inim. Men sizni tushundim. Siz shu mening bu mug'urdanqimdan qo'rqib ketyapsiz. Uncha ola emas. Nima deganingiz bo'lsa davering. Degan bilan biz tanishib qoldik emasmi? dedi u. Men uning tanishligimizga haqiqatan jiddiy qaraydiganligiga ishonolmay qoldim. Ammo u saxtipazlik qilmaydi. Chunki bundoq qilib erishiladigan hech qanday manfaatmi yo'q. Uning ustiga bu odam anglagan hikoyalarimizda bak mutuz, tag'liqlarga xos tomtaqroq, takalluflarni bilmaydigan yoki xolab ketmaydigan, quvluq, shumluq deganni asla bilmaydigan yoki qilmaydigan samimiy bir shaxs edi. Deymanki, o'yshan degan tilimga ot bog'lang degandek bak tez bo'lib kelsa nima deb o'ylab qolarmikin dedim. Ha, bildim. Deganimdek mening shu sho'rliq etdim, dedi u o'ziga xos bir xil mayin kulki bilan. Bo'lmasa bir oz vaqt kerakdek his qilsangiz unig'imi qarab boqasiz? Yo'q, unchavala jiddiyga olg'udek ishmi yo'q. Bilasiz, sizning hayotingizga malla emas, hamma odam qiziqadi emasmi? Bundaq bir omadga shuncha xalq orasidan men noil bo'lishim mumkinmidir deb o'zimga ishonolmay qolman. Tushunaman, yozuvchi degan shu. Havaskor danga. Men texi amdili mushsabga qadam qo'ygan bir havaskor. Shunga nini pish qadam yozuvchilar cho'qim sizning hayotingizga qiziqsa kerak. Shulardan eshib menga qiziqudek nim bo'lsin. Mening hayotim odatdagi bir Uyg'urning hayoti. Allohida bir farqi bor deb o'ylamayman. Ha, yana biri. Siz degan pish qadamlar menga sizninkidek bir qiziqish ifodalab boqmadi. Bo'lmasa ba'zilari bilan billimi bo'ldik. Turmalarda, emgak lagerlarda shundaqmi? Ha, to'g'ri, undaqmi bo'ldik. Bugunchi bo'la deganlarni ko'nglimdan kechirdim. Bu mening o'ylaganimdan ko'p ilgarilab ketgan bir yaqinlashish edi. Shunga o'zim haqida tozimi kanudek bir nimikan, choplashib olsa qutulmoq tas degandek bir ta'sirat tug'dirib qo'ymaslik uchun xo'shlashmoqchi bo'ldim. Ishingizdan qo'ymay, meningmi kechda ozroq ishim bor edi. Bir kuni men sizni avor qilman, balkim ata. Bilmayman, siz dedim. Alloh xolisa. Mana shundoq bo'ldi. Bu yoqqa o'tibla xo'shliqimdan diranglab ketdim. Kuzning bu kechquruni menga xili illiq tuyuldi.
Үрümçi asmanida doimiy laylab turadigan, kirlishib ketgan bulutlar helimi laylab yursimu, bulut aralaridan ko'rinib turgan ko'k osmon texmi muhtaram va suyimlik tuyuladi. Balkim bu mening kayfimga munosabatlik sezimmi? Uyga kirgandan keyinmi o'zimni qo'ydigan yer topolmay qoldim. Sabit apandi haqida tarqalgan hikoyalarga qaraganda, bu odam bizdek yoshlarning ko'zida bir ma'bud o'xshash edi. Bu so'zimning naqadar xato ekanligini keyin bildim. Sabit apandining o'gitishlaridan keyin bildim. Bu mendeklarning qo'li yetadigan yerdagi birisi emas ekan. Amdilikda men uning bilan tanishib qoldigan bo'lsam, karomat ish bo'ladi-da. Agar uning hayoti haqida bir kitob yozib olsam, bu hududi yo'q bir sharaf emasmi? Uning haqida tanishish, yaqinlashish, mungdash bo'lish deganlarning bakmi tez yoki faqatla mumkinsizligi so'zlanadi. Shuning uchunmikin men tanishqunimga yoki bu tanishlikning mungdash bo'lishga yetkidek saviyada ekanligiga texch ishona olmaydim. Bu o'zimdanmi qizg'angudek bir qimmatli narsamdek. Har o'ylasam ko'nglimni avundiradi. Endi men uning bilan suhbat elib berishning tartibini obdaroq o'ylanib olmasam bo'lmaydi. Bundaq bir ish osondek tug'an bilan suhbatdosh Sabit apandi bo'lg'achqa bakmi tez bo'ladi. Agar u bangi bo'lsaydi, birdam chekishib o'tirib, chandurmayla suhbatni izg'a solsang, haroq ichadigan bo'lsaydi, ikkromga qiqishib elib, bir oz ko'chilab qo'ysalar qizib ketadigan. Bu odam bilan tabiiy yo'sinda, ixtiyorsizdek bir shaklda chandurmasdan suhbatga sho'ng'ishning yo'li yo'q taklaydi. Shuning bilan qoldiki, faqat siz bilan suhbatlashmoqchi edim. Gaplashishga unamsiz yo'q. Bu tazimi taskab bo'ldi-da. Boshlavansaqli davom olsam bo'ladi. Har qancha o'ylaganim bilan biroq qo'llanishga bo'ladigan suhbat boshlash yo'li yoki usulini tepib chiqolmadim. Ammo shunisi aniqki, uning hayoti bilan tanishib chiqishim mening butkul istiqbolimni, adabiy ijodiyat hayotimning kelgusini belgilaydi. Shunga qandaqlik bo'lmasin uning og'zini ochqizmasam bo'lmaydi. Uning bilan yo chekishib, yo ichishib o'ltirg'ili bo'lmag'achqa, muzikadagi dab unidek aradagi sukutlarni to'ldirishga bir oz aptapparas, bir oz badam, purchaq degandek narsalarni elib olib, ertasi oqshomda uning uyiga usibli kirdim. Assalomu alaykum, Sabitka, dedim yana. Bu so'zimning uningga yaqinligiga ishonch chiqib qolgan edim. Vaqtingiz bormi yo'q so'rabmi qo'ymay usibli kirdim. Ayibga buyurmaysiz. Men bu uyda yolg'izdanga. Shunga oqshomlari zerikib, birdam yerimdan paranglashib o'ltiradigan ulfat izlab chiqib, siz tarafni ko'nglim tortib qoldi. Bu boshlanish o'zimga xeli yarab qoldi. Va alaykum assalom. Keling, bak tuz qilib ketmasingizmi bo'ldi, dedi u. Ammo bak xush bo'lib qizg'inlik ko'rsatdi deyolmayman. Ammo yoqtirmagandek so'q pozitsiya deyishkim bo'lmaydi. Nima degan bilan 50% ning ustida deb baholashga bo'ladi. Sabit apandidek bir odam uchun aytganda, buni hatto bekli cho'ng iltifotliq kutib olish demaymi bo'lmaydi. Malol qilib qo'yamanmi deb ikkilanmadimmi? Emas. Ammo yanila dedim. Uning tar ammo uzun uyining qarshi temiga taqalgan shira ustidagi ustal chirig'ining yeniqliq turg'ini. Shira ustida nimadir bir materialning ochiq sahifalari ko'zga cheliqib turg'achqa, uning bir ish ustida ekanligini jazm qilishga bo'ladi. Bu sababdan mening xijolatchilikim kuchaygan edi. Yazuvchi deganmiz erkib qolamdi. O'qiydi, yozadi degandek. Oqshomlari qildiganga nurg'un ishi bo'ladi deb o'ylayman men. Umugo rost. Ammo ba'zida odamning qo'li ishqa bormay, odam xumadab qoldigan ishlar bo'ldi emasmi? Vallah uyda yo'q bo'lg'ashqa. Bir ikkromkidan qiqishib oldigan do'stlarni ko'nglingiz tatmay qopti ekanmi bugun? Uning bir ikkromki qiqishish degan so'zi bu qiliqni qildiganlarning og'zidan chiqqandek tabiiy emas. Xuddi ariyadek uning og'ziga mos kelmayli chiqqachqa meni zanglik qilayotgandek tuyulib ketdi. Bir tarafdan xuddi usta artistning sahnada harakatning tilidan so'zlayotgandek qiziq tuyuldi. Shunga vujudim vijjidiq lab qilib uning qaradim. Uning chiroy ifodasi shunchalik sodda, shunchalik oq ko'ngillikni namoyon qilguvchi holatda edi. Shuning bilan bir oz o'zimga kelib, yenikkina tin oldim. U meni karvatga o'ltirishga taklif qildi. Karvat ko'ni bir yog'och karvatning qayta remont qilishdan vujudga kelgan yangi shakli edi. Uy sirtdan ko'rganimdek va faraz qilganimdek ash 120 santimetrlik tachuqnili ustini yepib, barliqqa keltirilgan ekan. Shunga bir kishilik karvat kenglikdan yoncha aran mang'idek bir tar araliq qoldirib, hammani egilib olgan edi. Bu tarchiqdan yanchi bo'lib texmi ichkariga o'tganda, u yoqda tamning to'xtagan yerda yeziq shirasidek bir nim bor edi. Bu yeziq shirasimi uyni yasib olgandek apchillik bilan yasib olinganligi mana men deb turadi.
Aslida Şiraning yuzlik taxtili bo'lib, puti o'rniga ikki taraf tamg'ich ishlatilgan edi. Ustal ustida bir muncha qog'oz, bir radio qo'bullig'ich, bir necha kitob turgandek qiladi. Bir ustal chirig'ining yiqiqliq turg'undan qaraganda u menga ishga ketishdan burun Shira oldida bir ish qilayotgandek qiladi. Bir ish qilayotgan bo'lsangiz, kayfingizni buzib qo'ymagandiman, deb so'radim samimiylik bilan. Rostilla bu so'zimda hech rasmiyatchilik yo'q edi. İştep ketgudek bir işim bo'lishini naqadar arzu qilatdim. Ammo ishdagudek emas, zerikishdan bir ishlar. Uyning ustini ko'zdan kechirdim. Tomroq o'tinlar bilan yeyib olgan edi. Ammo shunchalik saramjon, shunchalik pokiz ediki, buni ko'rgandan keyin men o'zimning hiliqi tasdi erishgan, ballalarim ketib uzoq o'tmaydi eg'ilga o'xshab qolgan uyimni ko'z oldimga keltirib, ixtiyorsiz yuzim qizarib ketdi. Xudoga shukr, kirdim, joylashib oldim. Dastlabki gaplarni xiliqamlashtirib o'zimga xili jon kirib qolgan edi. Ammo turibli yana gangirab qoldim. Amdi nima desam bo'ldi ekan? Qanday qilsam suhbatga kirishvag'ili bo'la? Uyga kirgan mehmonga gap qilmasa, qo'g'lig'anlik bo'lib qolishni obdan biladi ekan. Shunga taladagi jimg'orlikqa qaramay gapni o'zi boshladi. Nashriyatda nima ish qilasiz? Ijodiyat bo'limida tahrirlik qilaman. Undan boshqa qilayotgan bir ishlaringiz bordu. Ya'ni ijodiyatlaringiz demoqchiman. Bor desam tilga og'udakmi bir narsammi yo'q. Yo'qmi emas, qushaq tushak shu. Tatalashtirib turman ish qilib. Ha. Siz tamok chekmaysiz a? Deb so'radim, ko'nglimda suhbatga ichkirilashdan bo'sish eg'izini topgandek qilatdim. Yo'q, chekmayman, dedi u. Ammo qo'li bikabosili qiladigan birdan bir mashg'uloti bo'lgan mushtakni siqimdash, o'rib cho'rish, silash siypashni yana boshlagan edi. Shunga mening shuni imo qilayotganligimni bilib, qo'limdagi mushtakka qarab, hamma odam shundoq deb so'rab turdi. Shundayman, chekmaydigan odamning doimli bir mushtakni qo'lidan tushirmasligi anglashilmas bir ahvoldek. Rost deysiz, ammo men buningga ilishib turgan bir aslilik tufayli hozirgacha ko'tirib yurman, dedi u. Qanoatimcha bu bek uzoq yil bo'lgan bir aslilik bo'lsa kerak, shundoqla nihoyat muhim. Ha, shundoq deyishkimi bo'ladi. Men buni 1934-yili bir qaytim Qashqarga o'tin sotqilib olganda, o'tinimni setib bo'lib, shahar cho'gilab yurganimda Do'tay Yamulning oldidan tepib olgan edim. Shu chaqda ikki tatib boqqanligingizni anglagan edim. Shundoqmi? Dedi u balalarcha qizg'inlik bilan. Xuddi shundoq bo'lgan. Men u chaqda Mamtili apandi o'ng'iroqda ochgan Darul Muallimida o'qiydim. Muhammad Qori Mashrab degan sho'x sazenda birodarimiz bor edi. "Kela bir chekim sapere chekib boq", dedi. Yana biri tutashtirib berdi. Bir tatibli qoqilib yutilib ketdim. Yana bir qaytimni ko'nib ketsan, deb chaqishdi balla. Yana bir tatdim. Texmi bak yutilib ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Dal shu chaqda Mamtili apandi kelib qilibdi, men deb ketdim. Apandi shundoq chiroyli gaplar bilan samimiy ayibladiki, uning so'zlari yuragimga naqsh bo'lib o'yildi. Shuning bilan izoh tatqinimdan mushtakni tatilib etdim. Ammo ustozim mushtakni qo'liga ilib, bundoq tashlab etganlik bo'lmaydiganligini eskartdi. Ham bu mushu nasiyatning bir astligi bo'lib qolsin deb qo'limga bergan edi. Shundan keyin hech chekmadim. Ammo nurg'un narsamni yo'qotdim. Buni yo'qotmadim. Chunki bu mushtak bo'g'ashqa xalqning buni ilvog'isi ekanmisi kerak. Masalan, tutqunlik hayotimda faqat oxirgi qitimda bir qo'limdan tatib ilib, o'shtirib etganini hisob qilmaganda. Men xuddi shundoq anglagan edim. Ammo takror so'radingizmi? Chunki osh kechmish hayotingiz haqida gap teshish uchun mushuningdan boshqa choram bo'lmadi. Xuddi Nasriddin apandimning g'alvirni bermaslikka suv ap qo'ygan degandan boshqa bahonasi bo'lmagandek. Ha, bildim, dedi u mening yumurliq gap qilishga tirishib avor bo'lganimga yarasha. Adab yuzisidan miyqili kulib qo'ygandan keyin doimli g'amkinlik qaytdi. Sayfiddin apandim bilan o'sha Darul Muallimida saboqdosh bo'lganmi yoki boshqa maktablardan birga o'qiganmidinglar? Saboqdoshligimiz shu yerda bo'lgan, ammo tanishligimiz aslida bor edi. Ya'ni otishdagi bir necha o'qimishliq yosh aralashib turatdik. Ba'zan mushoira qilatdik. Shu chaqdagi saboqdoshlaringiz ichida ajoyib sarxil yigitlar bo'lganligini u yoq-bu-yoqdan anglabmi qoldik? Ammo ularning oxiri nima bo'ldi keyin? Hozir hech biri yo'qmi?
Bir qismi shu chog'dala 1936 yili Sovetga o'qishga chiqarilgan. Sayfiddin shularning biri. Ya'ni bizning Sho'ruqdin Muhammad Qari degan biri bor edi. U hozir qaramayda. Anglasam ko'z ojiz bo'lib qopti. Qog'allari Mamtili apandi shahid qilingan yillar to'pi bilan tutqun qilinib, zindonga tashlangan. Shu yili kuzda hammasi shahid qilindi. Biri mutrek chiqmadi. Mening kutgan yerimga yaqinlashayotgan bu suhbat temasini qochirib o'tmaslik uchun tirajdim. To'pi bilan bu qandoq bo'ldi? Yana mening hayron bo'layotganim nemishqa siz bu to'pga yo'q bo'lib qolgan? Rostini desam, bizning haqiqiy suhbatimizning to'g'ini mush savolim bilan echilib ketgan edi. Sabit apandi hikoyasini rasmiy boshlaydigandek qiladi.